İşi görüp turgan BYD Seal 6 mashina qaranglar. Andijondan boshlab yo'lga chiqqan. Andijon, Qo'qon, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganchga yetib keldi. Nechun buni qiziqli yeri desangizlar, iberi bulombalangan, qaranglar. Elektr zaryad oladigan yeri bulombalangan. Ana endi benzin taraf ham bulombalangan. Bu umuman olinmaydi. Bu direktorlarning o'zlari bulombalab qo'ydi. Endi Urganchga keldi. Xudo xolasa o'zim qabul qilib olaman va ertang Nukusga olib boraman. Sababi bu mashina 2000 km yuradi deb chiqarilgan. Shuni isboti uchun bir benzin, bir tok bilan haydab kelinayotir. Qani kilitni bering. Kilit qani? Kimda? O'zindami? O'zinda ekan. Hoppa. Kilitni oldim va ildim. Xullas, kilit menda turadi. Ertang ozon bilan Nukusga xudo xolasa olib borib haydab topshiramiz.